Assalamualaikum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurrashid. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Yevropa Parlamentining bir guruh nopuzluq a'zolari tarafidan hozirlab sunilgan Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan qo'rqinchli qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish haqidagi qaror loyihasi bugun, ya'ni 9-iyun bosh shtabi Fransiyaning Strasburg shahridagi Yevropa Parlamentining umumiy yig'inida ovoz qo'yilib, mutlaq ko'p sondagi parlament a'zolarining qo'llab ovoz berishi bilan rasmiy ma'qullandi. 8-iyun Yevropa Parlamentida mazkur qaror loyihasi haqida nihoyat uzun keskin talash tortish va muzokara ilib berilgan edi. Bugun ma'qullangan mazkur qaror 14 moddalik izohat va 13 moddalik talabdan tarkib topgan bo'lib, qarorning izohat bo'limida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarta sistemalik va planli holda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlar haqida Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasi, BDT irqiy qirg'inchiligini oldini olish komitetining va xalqaro mustaqil tadqiqot organlarining dokladlari va Yevropa birligining ilgari jazo lagerlari va Uyg'ur majburiy amkiga qarshi olgan qarorlar asosida nihoyat tafsiliy tushuncha berilgan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarining rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat shakllantirilganligi alohida ta'kidlangan. Mazkur qarorning izohat bo'limida yana Uyg'ur sud kollegiyasining hukmidagi sonliq ma'lumotlar naql keltirilib, Sharq Turkistondagi jazo lagerlarida tutib turilayotgan insonlarning sonining 2.600.000 dan 4.500.000 ekanligi qayd qilingan. Qarorning 13 moddadan tarkib topgan talab qismida Xitoy hukumatining jazo lagerlariga barliq insonlarni darhol shartsiz qo'yib berish, Uyg'ur ayollariga qartilgan majburiy tug'mas qildirish va bola tushirgizish qilmishlarini darhol to'xtatish, dalil isbotsiz holda tutqun qilish, majburiy emgakka silish, bolalarni ota va oilasidan majburiy ayritish qilmishlarini darhol to'xtatish talab qilingan bo'lib, Yevropa birligi va uning tarkibidagi davlatlardan Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarining Yevropa bozorlariga kirishini to'sish uchun jiddiy harakat qo'llanish. Yevropa shirkatlarining majburiy amgak chetilib qolmasligining oldini olish, majburiy amgak chetishlik Xitoy shirkatlarining qora tizimligini turg'izib chiqib, ularga qarshi cheklash va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yish, Xitoyga kuzatish sistemasining munosabatli texnikalarni setib bermaslik talab qilingan. Undan boshqa yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissarining bu qitim Xitoy va Sharq Turkistonga elib borgan ziyorati jarayonidagi so'z harakatlarining hargizmi Yevropa birligiga a'zo davlatlarning, Yevropa parlamentining va Yevropadagi ommaviy tashkilotlarning asli orzusi emasligi ta'kidlangan qarorda BDT kishilik huquq oliy komissarining Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladini darhol e'lon qilish, Xitoyning Sharq Turkiston yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari haqida mustaqil tekshirish ilib berish talab qilingan. Qarorda yana Yevropa birligiga a'zo davlatlarning BDT irqiy ayrimchiligining oldini olish xalqaro ahdnomasining moddalariga amal qilib, o'zlarining bu jihatdagi majburiyatlarini ado qilishi talab qilingan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qaror loyihasi Yevropa parlamentidagi Yevropa Xalqlar partiyasi, Markaz yangilik guruhi, sotsialist va demokratlar, Yevropa konservativlar va islohotchilarni o'z ichiga olgan 4 cho'ng partiyaning qo'llashiga erishgan. Yevropa parlamenti Yevropa birligiga a'zo 27 davlatdagi 450 milliondan ortiq xalqqa vakillik qildigan 705 nafar parlament a'zosini tarkib topgan bo'lib, Yevropa parlamentining tarkibida 26 komitet, o'xshamagan partiyalarga mansub 7 siyosiy guruh, Yevropa birligining sirtidagi davlatlarning parlamentlari bilan aloqa quradigan 45 vakillar o'miki mavjud. Hozirgacha Yevropa birligiga a'zo 27 davlatning ichida faqat Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya va Litvaniya qatorliq 5 davlat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan bo'lib, Yevropa parlamentining ilingan yuqorgi qaror hozirgacha Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilmagan qolgan 22 davlatning parlamentiga bevosita besim shakllantirdi. Undan boshqa bugun Yevropa parlamentida asosli Uyg'ur majburiy amkiga munosabatli bo'lgan Yevropa ittifoqining majburiy amgak mahsulotlarini cheklash haqidagi yangi tijorat belgilamasi qarori ko'p sonliq ovoz bilan ma'qullandi. Dunyo Uyg'ur Qurultayning raisi Dolqun Isa apandim yuqori qaror loyihalarining qabul qilinishini qo'lga keltirish uchun 7-iyundan buyon Strasburg shahridagi Yevropa parlamentida Qurultayning Yevropa parlamentida turishliq vakili Koen Stop apandim bilan birga ko'plagan parlament a'zolari bilan muhim uchrashuvlarda bo'lgan va Yevropa parlamentida yangidan asliga keltirilgan Uyg'ur do'stlik guruhining bu jihat harakatga keltirgan. Bugungi ovoz berish yig'iniga Koen Stop apandim bilan birga kuzatuvchi sifatida qatnashgan edi. Yuqori qaror loyihasi ma'qullangandan keyin mazkur qaror loyihasini hozirlashga qatnashgan parlament a'zolaridan Rafael Glucksmann va Engin Eroli apandilar bilan birga parlament oldida mazkur qarorni tabriklagan Dolqun Isa apandim o'zining yurak so'zlarini izhor qilib mundoq dedi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar, Sharqiy Turkistonlik vatandaşlar. Bugün mübarek olsun, hemmimizga mübarek olsun. Bugün tarixiy bir kun. Uyg'ur milliy mücadelesindeki biz tabriklaydigan bir kun.
albatta muborak bo'lsin deyishga to'g'ri kelmaydi. Chunki Sharqiy Turkistonda Uyg'ur xalqimizga, millatimizga irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi. Ammo bu qirg'inchilikni bugun dunyo tarafidan yana bir qatam e'tirof qilingan kun 27 davlatdan kelgan 700 dan ortiq parlament a'zosi bugun Yevropa parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyat degan bu qarorni qabul qildi. Bu munosabat bilan biz bütün xalqimizni tabriklaymiz. Bunun uchun kecha kunduz xizmat qilgan nurg'unlagan parlament a'zolari va Uyg'ur do'stlar va bu qarorning chiqishi Uyg'urlarning yalnız emasligi, yetim emasligi, bugun Uyg'urlarning ovozi bütün dunyoga anglatganligi, Uyg'urlarni qo'llaydigan siyosatchilar, parlament a'zolari va güzel insonlarning Uyg'urlar bilan bir safda ekanligidan iborat bu tarixiy bir kun. Shuningga bu Yevropa parlamentidan hozir bu qaror o'tdi. Shuning bilan birga yana majburiy emgakni Yevropada cheklash qonuni bilan o'tdi. Shuning uchun bu tarixiy bir kunni birga xotirlashimiz kerak. Hammamizga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. 8-iyun kuni Dünya Uyg'ur Qurultayı başçılığındaki Uyg'ur, Tibet, Mongol, Hong Kong ve xalqarалық kişilik hüquq teşkilatlarından bulup 230 teşkilat birleşme imzalık ochiq xat e'lon qilib, yaqında Sharq Turkiston ziyorat qilib qaytgan Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hüquq Oliy komissari Michel Bachelet'ning BDT'dagi vazifasidan darhol istifa berishga chaqirish bilan birga, BDT bosh shtabidan BDT'ning bosh kotibi Antonio Guterresning vazifa o'tash muddatini uzartish haqida taklif bermaslikni talab qildi. Mazkur ochiq xatda yana BDT kişilik hüquq Oliy komissarligining Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'urlarini asos qilgan yerli xalqlarga qarta yurgizayotgan jinoiy qilmishlari haqida allaburun hozirlab bo'lingan, ammo hozirgacha e'lon qilinishini kechiktirib kelingan umumiy dokladni darhol e'lon qilish talab qilindi. Dünya Uyg'ur Qurultayı, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi, Uyg'ur Akademiyasi, Sharq Turkiston O'limalar birligi, Qozog'iston Uyg'ur Yoshlari birligi, Kanada Sharq Turkiston birligi, Yevropa Sharq Turkiston birligi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur harakati tashkilot qatorliq 70 ga yaqin Uyg'ur tashkilotining imzosi o'rin olgan mazkur ochiq xatda Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hüquq Oliy komissari Michel Bachelet'ning mag'lubiyat bilan oyoqlashgan Xitoy va Sharq Turkiston ziyaratining Xitoyning mustamlikasi va hukmronlik ostida yashayotgan xalqlarning kishilik huquq vaziyatini yanam og'irlashtirib qolmay, ya'ni kishilik huquq Oliy komissarligi ishxonasining dunyo miqyosida kishilik huquqni ilgari surish va qo'g'dashdagi samimiyatiga og'ir daxl yetkazganligi ta'kidlanish bilan birga, BDT'da mustaqil, tajribalik va samimiy bir oliy komissarning bo'lishi xalqaro qonunlarga xiloflik qilingan jinoiy qilmishlarning adolat va haqiqat bilan bir taraf qilinishda intayin muhimdir. Biz Michel Bachelet'ning bu muhim vazifani davomli saqlab qolish iqtidoriga ega emasligini ko'rib yetdik. Shuning uchun xalqaro jiddiy ayblashga uchrayotgan Michel Bachelet'ning bu vazifasini darhol istifa qilinishini talab qilamiz deyilgan. Yuqorqi birlashma imzoliq ochiq xatda yana Michel Bachelet'ning bu qatim Xitoy va Sharq Turkistonni ziyorat qilganda Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini aqlashga uringanligi va Xitoy amaldorlariga madhiya o'qilqi qattiq tanqidlanish bilan birga, uning BDT kishilik huquq Oliy komissarligini o'tagandan buyon Xitoyning Uyg'ur, Tibet, Janubiy Mongol va Hong Kong xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, besim va zulm siyosatlari ko'z yumib kelganligi, Xitoyni xo'sh qilish uchun BDT kishilik huquq komiteti tomonidan hozirlangan Uyg'ur vaziyati haqidagi umumiy dokladning e'lon qilinishini hozirgacha kechiktirib kelganligi ta'kidlab o'tildi. Uyg'ur majburiy emgakini oyoqlashtirish birlashmasi BDT kishilik huquq Oliy komissari Michel Bachelet'ni Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga munosabatli kishilik huquq dokladini e'lon qilishga chaqirgan. Mazkur birlashma o'z to'rbitida bergan bayonotida Michel Bachelet'ni Sharq Turkistondagi zamonaviy qulluq munosabatli ko'plagan isbotlarni bu dokladga kirgizishga, shu orqali nurg'un shirkatlarga bu qilmishga qarshi kurash qilishga undaydigan takliflarni berishga da'vat qilgan. Bu bayonot ko'rsatilishicha, Xalqaro emgakchilar tashkilot mutaxassislar guruhi Xitoyning majburiy emgak siyosatiga kuchli diqqat qilib kelgan. Uyg'ur majburiy emgakini oyoqlashtirish birlashmasi bu masalada BDT kishilik huquq ishxonasi bilan birdaklikni saqlash uchun Uyg'urlardagi majburiy emgak, jumladan xalqaro shirkatlarning buningga sherik bo'lganligi to'g'riliq maxsus doklad tayyorlab Michel Bachelet sungan va uning bu dokladni e'lon qilib, Xitoyning bu qilmishini oshkora ayblashga chaqirgan. Ma'lumotlardan qaraganda, dunyodagi paxtaning 20%, quyosh energiyasi taxtisining 45% Sharq Turkistondan chiqadi ekan va bu mahsulotlar majburiy emgak bilan chetishlik ekan. Uyg'ur majburiy emgakini oyoqlashtirish birlashmasi Michel Bachelet'ning Sharq Turkiston munosabatli kishilik huquq dokladini, jumladan qul emgakiga chetishlik isbotlarini vaqtida e'lon qilishga chaqirish bilan birga, ko'plagan organlar, hukumatlar va korxona o'rinlarini darhol harakat qo'llanib, Sharq Turkistondagi majburiy emgak krizini oyoqlashtirishga undigan. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyingi qitimli programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang.
Xeyr xoş. Thank you.